Assalomu alaykum. Kanalimizning obunachilari. Bugungi bizlarning ko'rsatib o'tadigan telefonlarimizdan bunday har turli saytlardan reklamalar kelaversa, ekranning betine chiqib, YouTube'ga kirganimizda, приложениеga kirganimizda reklamalar chiqaversa, bu reklamani sizlarga qalay o'chirishni ko'rsatib o'tamiz. O uchun biz pastda birinchi настройкаga kiramiz. Настройка kirganimizda подключение устройства kirsak ham bo'ladi. Kirib barsak, bu endi biz yerga kirmaymiz. Bu yerda biz poiskga kiramiz. Poiskda bu yerdan DNS deb yozamiz. İzdeymiz. DNS deb izledik. Personalniy DNS servis degan chiqdi. Mine o'sha yerga kiramiz. Bu yerga kirganimizda mine personal DNS servis deb ko'rsatib turibdi. Mine personal DNS servisga kiramiz. Sizlarning telefoningizda da bu yerda отключен avtomatik deb turishi mumkin. Biz buni imya hosta provider deganga kiramiz. Providerga kirib, 3-chi turg'anga kiramiz. Bu 3-chi turg'anga kirsak, sizlarda bu yerda aslında sayt yozilib turibdi. Mine bunday sayt bo'lmasligi mumkin sizlarning telefoningizda. O saytni yozib, сохранить bosib qo'yamiz. Bosib qo'yganimizdan keyin bu yerda ko'rsatib turibdi. Mine saytimiz chiqib turibdi. Nazar bosib chiqamiz. Agarda sizlarning sonday reklamalar chiqaversa, mana YouTube'ga nega kirganda, mana приложениеga kirganimizda, Play Marketlarimizga kirganda sonday reklamalar chiqsa, shu yerdan o'chirasizlar. Agar videomiz unagan bo'lsa, like, подписка bosib kanalimizga tirkalib qo'yingizlar. Salomat bo'lingizlar.